Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar. Mana biz hozir Hojikentga kelganmiz. Bu yerda katta zalimiz bor. Bu yerga ikkita lyustra ilishimiz kerak. Ikkalasi ham yetib keldi. Xudo xolasa mana narsalarni ochib tayyorlab. Mana bu instruksiyasi, lyustramizni markasi. Mana shunaqangi holatda bo'lar ekan. Biz buni Xudo xolasa ro'yla qilib yig'ib tayyorlab topshirishga harakat qilamiz. Albatta buning barchasi bitgan holatini va zanjirlari o'tirishga barcha narsalar Xudo xolasa ichida bor, tayyor. Biz buni yig'ib tayyorlashimiz kerak. Ular shu qismlar kabinlari. Bu bilasizlar tepaga mana bu reykamizni qotirib iladiganimiz, lekin hozircha hayronman. Katta lyustraga kichkinalik qilmasmikan-da. Lekin bu yerga tepaga rayka qo'yishgan, qo'yishmaganidan xabarimiz yo'q, chunki biz faqat ishgali yillarni qo'yish, ustanovka, kulchati rezitkalarni qo'yishlarni gaplashganmiz xolos. Oldingi montajda biz bo'lmaganmiz. Ko'p joylarda muammoli joylari bor ekan, ularni to'g'riladik, bartaraf qildik. Qo'ldan kelgancha, bilganimizcha, Alloh bildirganicha harakat qildik. Xudo xolasa qolgan lyustralarimiz ham tayyor. Bularni yig'ishimiz kerak xolos. Xudo xolasa yig'ib ilsak bo'ladi xonalar. Shunaqangi gaplar.